Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir bahor gullaridama va ko'rib turibman, juda ko'p xaridorlar kelgan va xaridorlardan ozgina izoh olishga harakat qilaman. Ketdi. Ularning ham fikrini bilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Nuriddin, tuzimsiz? Xaridorlar, rahmat. Bugun bahor gullariga kelganingizga ozgina izoh bersangiz. Men o'zi anchadan beri olib turaman bu yerdan narsalar, arzon, gullar. 3 yil oldin mana Magnoliyadan olib ekuvdim, To'rmatda gulli degan sortidan. Yo'q, yaxshi. Uydagilarga yoqqani uchun yana kichkinasini olib o'zim ekkan. 3 yil ilgari bizdan oluvdingiz? 3 yil oldin 2021 kelganimda olib ketuvdim. Hozir yashayaptimi o'sha Magnoliya? Qanday bo'lgan? 3 metrcha bo'ldi. Mana shunaqa Magnoliyangiz 3 metr bo'lgan. 3 metrcha bo'ldi. Yaxshi. Archalardan oldim, kiparslardan oldim. Yaxshi, zo'r. Aka, siz agar shu kichkina Magnoliyani 3 yil ilgari olgan bo'lsangiz, hozir sizda 3 metrli obunachilarimizga izoh tariqasida tushuntirib bering. Qisqa qanaqa qilib shu kichkina Magnoliyani 3 metrgacha nima deydi, odam o'ldirmasdan boqishi mumkin. Endi har bitta xonadonda, misol uchun, yosh katta, yosh kichkina odamlar bo'ladi, suv sepishadi, suv sepib qarab tursa, yaxshi. Parvarish qilish kerak, albatta. Bu zo'r, balki to'kmaydi qishda. Misol uchun men suvni umuman o'ramadim. O'ramadingiz. Значит, hovli sal kichkinaroq, ha? Kichkinaroq, ha. Devordan, to есть devor to'skanda, qattiq shamoldan, sovuq shamoldan. Necha yildan beri bahor gullari bilan ishlaysiz? Pashti 12 yildan beri. 12 yildan, ha? 12 yildan beri bizani xaridorimiz bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Boshqa joylarga nisbatan mana u odamlarga ham tavsiya beraman, betonka yo'li, o'tga boramiz, qimmat. Mana sizlar o'zingizlar olib kelasiz, mana hozir mana yangi mollilar keldi. Ha, yangi keldi. Magnoliyalar kattalari. Aha. Odam havosi keladi. Bo'ldi, rahmat. Men nima derdim? Kelinglar, olinglar mana yerdan. Rahmat. Arzon. Endi aka, lichniy yana bitta savol. Mana bilasiz, men rahbarlardan biriman bahor gullarini. Lekin bilasiz, mana eri xotin shu kompaniyani yurg'izamiz. Endi bizning maqsad hozirgi kunda faqat shu pul topish emas-da. Shu kompaniyamizni uzoq yil muddatda ishlab, siz hali bizda 25 yillik mijoz bo'lishingizni anaqa tarafgori biza. Siz yana nima maslahat berardingiz bahor gullariga? Yana ham odamlar uni nima deydi? Yaxshi ko'rsin. Yana ham xaridorlarimizni, постоянный xaridorlarimizni ko'payishi uchun nima qilsa, yaxshi tomonga o'zgaramiz. Hozir o'zida yaxshi o'zgarish zo'r. Misol uchun, narx-navo arzon, assortiment bir ko'p. Mana misol uchun menga kichkina Magnoliya kerak, mana kichkinasini olaman. Bir qancha ko'p. Kattasi kerak bo'lsa, ancha bor, misol uchun. To'g'ri, yomon taraflarimizdan ayting, nima yomon tarafimizdan bitta ayting, o'shani ustida ishlasa ekan. Bo'ldi. Rahmat aka. Xaridingiz uchun rahmat, izohingiz uchun rahmat.